Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida markazda Xorazm Palasya'ndan sonra bilgen yurtdoshlarimiz uchun 4 qavatli domimizni 4-qavatında 2 xona chiqdi arzon narxda. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Eshiklarimiz demir. Yaxshi eshikdan qo'yilgan. Bu yan tarafimiz sanuzel, kuxnya, zal. Zalımız aboydan çıkan ekan. Bir yanımız spalni. Jitka boy vurulgan. Açık balkonla ega. Bildiğin üstüne dım yakın. Bir kafe yanında. Birimiz sanuzel. Birimiz aşxana. Bakasını aytib o'taman yurtdoshlar. 310 milyon so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog'lom bo'ling va ishlaringiz omad.